Praktikaning foydasi bormi? Haqiqatdan ustozga shogird tushishi kerak. Nima gapiradi? Rezultat gapiradi bu yerda. Rezultatlar haqiqatdan bomba. Eng katta slif qancha? Asosiy muammo menda kirib chiqishda bo'lgan. Chunki bir oy bo'lib qoladi, 5000 topasiz, keyingi oyga 7000 yo'qotasiz. Kelgan vaqtingizda nima muammo bor edi? Minusi ushlab tura oladida, plyusga chiqqanda ushlab tura olmaydi. Kerak bo'lsa o'sha 5 ta 10 ta shot ham oqib ketgan joylari bo'lgan. Bitta slif o'zi 6,5 ga teng bo'lsa, unaqa slifdan 5-6 ta olib ketgan. Ikkita darsdan keyin bozorga butkul boshqacha nazar bilan qaraydigan bo'lasizlar deyishdi. Men ochiq ishonmagandim. Nimaga ayni Musulmonlar akademiya? Bozor qo'boq aytganda sanaka. Ilm olinglar, ilmga yetadigani yo'q. Shu qizildan ko'kka o'tsa bo'ldi, yopardim-da stelkalarni. $2000 yo'qotdi. $2000. To'g'ri. Bilasiz, bizda talab kuchli, ya'ni uyga vazifa ham ko'p beriladi. Men ishonmagandim. Уже o'ylagandim, hamma trader shunaqa, что sirini ochmaydi. Fakt yo'qda ko'p traderlarda bilasizmi bu sohada. Ya'ni nimaga? Hech kim mana bu narsa bor narsa yoki bu narsa yo'q deb ayta olmaydi. Ochiqcha hamma narsani borni bor, yo'qni yo'q deb gapiribdi. Muslim akademiyada fakt. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Rahmat ustoz. Ishlaringiz yaxshimi? Zo'r. Xo'p, Musulmon akademiyaga o'zingiz tanishtirsangiz. Ismim Anvarjon. Toshkent shahridanman. Trading bo'yicha общий hisobda где-то там 4 yilga yaqin tajribam bor. Lekin o'sha tajribalarim ustida yana ham ishlash uchun Muslim akademiyasini tanladim. Lekin 4 yillik tajribani men qaysidir bir akademiyada o'rganmaganman. Birinchi akademiyam, kelib o'rganayotgan akademiyam Muslim akademiyasini tanladim. Tanlashimga maqsad yaqinlarim o'qib chiqqanligi, bulardan yaxshi rezultatlar olishganligi va bu akademiya haqida ijobiy fikrlar ko'pligi uchun va yaqin 6 oylik kuzatishlarimdan kelib chiqib, shu akademiyada o'qib chiqishni o'zimga maqsad qilganman va mana maqsadimga erishdim desam ham bo'ladi. Shu. Xo'p, yaxshi. Demak, Musulmonlar akademiya haqida tanishlaringiz, yaqinlaringiz eshitdingiz. Albatta. To'g'ri. Xo'p. Qanaqa o'zi kelganingizda qanaqa edi? Hozir qanaqa? Akademiya bo'yicha aytadigan bo'lsak, akademiyada darslar juda zo'r. Ustozlar prям insonni o'sha tushunadigan darajada tushuntirib qo'yishadi. Любой qanaqadir qiziqtiradigan savollari bo'ladimi yoki tam qanaqadir bir nima so'ramoqchi bo'ladimi, momentalniy sразу javob berishadi. To'xtang bo'ldi. Siz savolingiz mana bunaqadan iborat, darsimizga taalluqli bo'lsa, sразу javob berib tushuntirib o'tib ketishadi. Bu tomoniga men 5 ketdim. Akademiyada darslar zo'r. Keyin darsdan keyin ham nafaqat o'sha определенный vaqt davomida o'qib chiqqaningizdan keyin, undan keyin ham agar tushunmagan bo'lsangiz, qoling, обязательно mentorlarimiz ishlaydi deb mentorlar siz uchun shunaqa harakat qilishadi. Men o'yladim, boshqa akademiyalarda, endi boshqa akademiyalarda o'qib chiqqan o'rtoqlarim bilan gaplashsam, ayrim akademiyalarda bunaqa emas deb aytishgandi. Bu yerda yo'q, prямо oxirigacha olib borishadi. O'rgatib, keyin chiqarib yuborishadi. Xo'p, faqat dars emas, praktika ham bo'ladimi? Praktika albatta bo'ladi. Praktikaning foydasi bormi? Nega albatta foydasi bor? Chunki o'tilgan mavzuni takrorlash bu zo'r. Kecha masalan biror bir mavzu o'tdingmi, bu kunisiga praktika qilamiz deyshadi. Bu juda zo'r. O'sha mavzuni takrorlab, yana ham biz tushunmagan yoki tushungan bo'lsak ham qo'shimcha bir ma'lumotlar olishimiz mumkin. Xo'p. O'tilgan har bitta mavzu, ya'ni o'tilayotgan narsalarni bozorda ko'rsatib berish, ya'ni faqatgina qanaqadir tushuntirib yo tarixdan emas, live trade ko'rinishda ham live trade ko'rinishda albatta. O'zingiz ham o'sha narsani sinab ko'rdingizmi? Bozorda ishlab albatta. Live trade bozor jarayonida ustoz aytadilar, mavzuni tushundinglarmi? Tushundik. Bo'ldi. Endi buni biz polniy realniy bozorda takrorlab ko'ramiz. Realniy bozorda savdolar ochiladi. Billa live trade'lar qilamiz. Keraklicha daromadlarni olib, daromadlarni qilib chiqib ketyapmiz. Men uverenность просто mana shu akademiyaga kelib, uverenность juda oshib ketdi. O'ziga haqiqatdan aytaman, oshib ketdi. Mana tradingni o'rganayotgan, endi kirib kelayotganlarga ham tavsiya berardim. Tradingni faqatgina oddiygina bir kasb deb qaramasligiga. Haqiqatdan ustozga shogird tushish kerak. Biror bir akademiyani o'zingiz xohlagan, yaxshi bilgan akademiyaga tushishni maslahat berardim. Chunki bu soha baribir risk bilan hamnafas. Risk sizning do'stingiz bo'ldi. Do'stingiz sodiq bo'lsa, daromaddasiz. Neto analiz ketadigan bo'lsa, sizni ozgina minusga olib borib qo'yishi mumkin. Xo'p, eng katta slif qancha? Menda unaqa katta slif bo'lmagan. Menda общий hisobda oladigan bo'lsak, где-то $3200 atrofida bo'lgan slifim. Men unaqa katta sliflarga olib bormagan. Sababi, men bu soha riskliligini prekrasno bilaman. Riskli soha bo'lgandan keyin bu yerga katta pul
qilishda ma'ni yo'q. Tushuncha bo'lmasa agar, to'laqonli tushuncha bo'lmasa. O'shanga bu общий hisobdagi risklarni hisobga olsak, shu 3200 tashkil qildi, lekin Muslim akademiyasiga kelib, mana aytadigan bo'lsak, men 6 kunlik rezultatimni kerak bo'lsa ko'rsatib ham beraman. Qopladim desa bo'ladi. Zo'r. Kelganingizda o'zi, kelgan vaqtingizda nima muammo bor edi? Nimada qiynalib turgandingiz? Muammo shundan iborat ediki, bozorga kirganda aniq setup qiladigan tochkalarni vizualni ko'rasiz. Mana shu joydan qaytib ketadi yoki mana shu joydan siz bozor razvorotini ushlayman deb harakat qilasiz. Lekin afsuski, siz o'ylagan prognoz bo'yicha aynan paytda yurib bermas edi. Muslim akademiyasiga kelgandan keyin bu fikr umuman chekkada qoldi. Hozir ishonch juda kuchli, chunki har kuni back test, ustozlar bilan ishlash, ustozlar bilmaganimni o'rgatadi. Shulardan kelib chiqib, uverенность yana ham oshib ketgan. Men juda xursandman bu akademiyadan. Ya'ni aniq kirish va chiqish nuqtalari. Aniq kirish va chiqish nuqtalari точно belgilab berilgan. Ana o'sha joydan kirasiz, o'sha joydan chiqasiz. Maza bo'lsa kerak, bozorga qarab grafikani analiz qildinglar. Kirgan joylardan, mana shu joydan men savdoga kiraman deb turib, savdoga kirib daromadni olib chiqib ketish. Menimcha bu bitta san'atda. Da, albatta. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, akademiya haqida fikringiz qanaqa o'zi mentorlarni deylik foydasi tegyaptimi? Ya'ni praktikani foydasi bo'lyaptimi? Uyga vazifalarni ham soni ko'p. Albatta. Bularning ham foydasi bormi? Albatta. Uyga vazifalarning ko'p bo'lishini sababi o'zimizni ustimizda to'laqonliroq ishlab, savollar paydo bo'lsa, ertangi praktika bo'ladigan kunda berishimiz uchun bu hammasi. Qancha test qiladigan bo'lsak, bu o'zimizga yaxshi. Chunki kirish va chiqish tochkasini o'rgangan bilan uni back test qilmasa inson baribir adashib qoladi. O'shaning uchun faqatgina o'zini ilmi ustida ishlash kerak. O'shani birinchi o'ringa qo'yishgan. Ustozlarimizga juda katta rahmat, ilm bergan ustozlarimizga, Muslim Ali akam o'zlariga juda katta rahmat. Insoniylik tomonlama yondashib, hammaga qanday bor bozorni polni tushuntirib beradi, strukturalarini. Mentorlarimizga ham hammaligiga rahmat juda katta. Muslim Ali akademiyasida faqat kelajakdagi qilinadigan dalnishim karyeralariga rost faqat o'sish tilayman. Juda mamnunman, juda manfaatli bo'ldi. Darslar, ilm olish juda manfaatli. Hammaga tavsiya qilaman. Zo'r aka. Qisqacha hammasini ochiqcha gaplashishni boshidan ham kelishgandek siz bilan. Xo'p, faqat plus tarafini gaplashamiz. Minus taraf bormi Muslim Ali akademiyani? Ustoz, endi minus taraf deganda nimani aytsak bo'ladi? Minus taraf deganda ochig'i kamchiliklarni men hech qanaqa kamchilikni ko'rmadim desam ham bo'ladi. Chunki men o'zim polnik nazorat ostida kontrol qilib qaraganim uchun ustozlarning darsini kamchiligi yo'q ustoz. Faqat plus bo'lsa plus. Kamchiligigacha borgani yo'q hech nima. Men shundan xursandman. Общий trading kirib kelgandan biri deydigan bo'lsak, bizda oldin sistema algo trading sohasi bo'yicha bo'lgan. Bu sohani algo tradingni o'sha Rossiyada o'qib yurgan paytimda bunga qiziqish boshlangan bo'lgan. Endi algo trading bo'lgandan keyin algo trading sizga depozitingizga qarab qanchadir protsent pul berib turadi-da, topadi u. Lekin u ham strategiya o'zi. Agar uzoq vaqtda mo'ljal oladigan bo'lsak, va endi plus minusini aytadigan bo'lsak, 12-13 yil atrofidagini aytaman. Hozirgacha bo'lganda prasatga чересчур katta summa bo'lib ketgan. Общий yo'qotilgan summa. Yo'qotilgan summalar yo'qotib, qoplanib keladi-da bu narsa. Общий nisbatda kontrolni olish точный уровеньini ayta olmayman. Chunki nima hisoblab ko'rmaganman. Chunki bir oy bo'lib qoladi, 5000 topasiz, keyingi oyga 7000 yo'qotasiz. Endi bu har doim emas lekin. Joy bo'lib qoladi, padriyat 3 oy, 6 oylab beradi-da, keyin birdaniga risk kontrol qila olmaysiz. O'sha topgan pulini ham obratni qo'yasiz, yana ko'paytiraman deb o'ylaysiz. В итоге nimaga olib keladi? U bora-bora slivga olib keladi. Bo'lgan shunaqa katta vaziyatlar endi har xil o'sha balanslarni ko'paytirib olgandan keyin tam $10,000 pulni 5 ta 10 ta shotga bo'lib turib, kerak bo'lsa o'sha 5 ta 10 ta shot ham oqib ketgan joylari bo'lgan. Bu narsalarni hammasi yillik tajribalarga kelib taqalar ekanda. Keyin уже algo trading sohasida men aytmayman, shu algo tradingda zo'r robotlar bor. Bu tomonlama muammo yo'q. Lekin yaxshi robotlar baribir oddiy kichkina balans kontrol qilish uchun berib qo'yishmaydi prosta takka. Bor unaqalar. O'shaning uchun biz faqat
xohlaymiz o'sha 10 ming balansga deymiz, oyiga deymiz 10% yoki 20% daromad olib kelishini deymiz, lekin algo trading sohasida bu algoritm inson yaratgan, insonning g'oyasi bu. Yaratgan inson prosta takka uni birovning qo'liga berib qo'ya olmaydi. To'liq unga 100 ming dollar qo'yishingiz kerak, что siz 3 ming yoki 5 ming dollar topish uchun-da. To'liq 10 ming dollar qo'yib turib, пожалуйста, olib ketishingiz mumkin. Pul prosta takka yo'q bo'lib ketadi. O'shaning uchun robot bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan bolalarga ham aytaman. Men orada to'xtatganman bu sohalarni. Shu yaqin 4 yil deb aytdim. Yaqin 4 yildan keyin yana qaytadan bir tiklab ko'rishga harakat qildim. Unda ham robot temasida bo'ldi. Sohadan uzoqlashib ketishimga nima sabab bo'lgan? Sohadan uzoqlashib ketishga bu o'sha qilingan minuslar sabab bo'lgan. Keyin baribir inson tushunib yetadi, shu bu sohadan men pul olib chiqib keta olmas ekanman. Aslida o'qish kerak o'zi aslida. Yo'q. Robot bilan shuncha paytdan beri ishlangan, robotlar bergan pul, shunchasi ishlab yuribdi boshqa. Yo'q, joyi bo'lib qoladi akalar. Robot prosta ertalab turasizlar, shu tilla nolga teng bo'lib qoladi. Bu narsa juda xavfli. Ilm faqat ilm bilan qilish kerak. O'shanga aytadigan bo'lsak, prasatkalar juda katta, fenomenal prasatkalar bo'lib ketmasligi uchun sohani men to'xtatganman. Bundan bir 5 yil, 4 yil oldin to'xtatib, yana qaytgan bo'laman. Faqat bu safar aniq ilm bilan o'zim точка входlardan kiraman deb maqsad qilganim uchun kelib Muslim akademiyasida o'qidim. Ishonaveringlar, mana aytadigan bo'lsak, o'sha ketgan minuslarni men baribir общий yil davomida, boshqa davomida qoplashga harakat qildim. Qanchadir chastini men qopladim. Lekin mana Muslim akademiyasida kelib o'qigandan keyin rezultatim prosta zo'r rezultatlarga men erishyapman. Bor narsani aytamiz. Xohlasalar agar ko'rsatib bergan deyishsa, mana prosta Muslim akademiyasida ustozlarimiz chegaraga chiqmalaring, shu balanslaringni kimga qanaqa 100 dollar balans qilasanlarmi, kimlargadir 1000 dollar katta pul emas, qo'yinglar-da, kichkina lot bilan ochib savdoga kiringlar deganlar. Agar xohlashsa, mana Muslim akademiyasida shu dedi tam 22-maylardan biri savdoga kirdim. Unda ham katta depozit qilmadim. 700 lar qildim. 700 dollar bilan qildim. Men, пожалуйста, уже men pulam yechdim, istoriyalar hammasi явно shundoq. Slif ham bo'lmagan, shot ochilgan, как положено, yechilgani bor. Muslim akademiyasi prosta точка входisidan kirib chiqqanman. Lekin Muslim akademiyasini tanlashimga va o'zimni ilmimni darsga olib ketishimga turtki bo'lgan narsa bu algo trading bo'ladi. Undan pand yeb, albatta. Undan pand yeb, orada inson o'ziga ham dam berish kerak. Ancha dam olib, boshqa bizneslarimni qilganman. Lekin baribir men shuni tushunib yetdimki, hozir fond bozori rivojlanayotganligi uchun, jahon savdosiga уже yoshlar, bolalar kirib kelayotganligi uchun kimdirlardir ham meni etapimda yurgan bo'lishi mumkin. Kimdirlardir yurgan bo'lishi mumkin. Lekin meni как shu sohalardan, shu etaplardan o'tgan inson sifatida agar ozgina bo'lsa ham gapim inobatga olinadigan bo'lsa, maslahat berardim. Algo trading sohasiga yaxshi dasturiy ta'minot yaratilgan, yaxshi robot dasturini yaratgan bir strategiyani ko'rmadinglarmi? Duch kelgan robotga 1000 dollar pul qo'yib, katta protsentlarni topishni orzu qilmanglar. Chunki bizi risk bilan hamnafasmiz. Risk shunaqa narsaki, inson stopini bilsa, to'yimini bilsa o'chiradi, lekin daromadni sizga bergani sari inson ko'proq narsa xohlaydi. Nafs bu yomon narsa. Nafsni kontrol qilish kerak bu yerda. O'shaning uchun bora baribir sizlar katta pul yo'qotasizlarmi, katta pul yo'qotmayotgan paytinglar bo'lishi mumkin. Meni maslahatim, hamma narsani to'xtatinglar. Kategorически to'xtatinglar. Algo tradingda ishlayotganlar, zo'r robotlar ishlatayotganlarga men gap yo'q, respekt. Bor shunaqa odamlar, men bilaman. Lekin yosh avlodlarga algo trading sohasiga paka o'zingiz biror bir savdo uslubini yaratmas ekansiz bozorda, maslahat bermayman. Faqat uni oxirini tubanli, qop-qora bir tunnelga o'xshatsa bo'ladi. Algo trading sohasida bir aniq daromad, aniq maqsad kafolatlanib berilmaydi. Shulardan kelib chiqamiz, ilmga inson o'zini vaqtini ajratish kerak. Общий yo'qotilgan summa qoplanib bo'lgan bu narsalar уже qoplanib bo'lgan. Algo trading sohasi bilan oladigan bo'lsak, o'sha boshda ham aytdim, men точный bir summasini ayta olmayman, chunki bilmayman. Joyi bo'lgan qoplangan, joyi bo'lgan minus bo'lgan. Lekin hozirgi etapgacha keladigan bo'lsak-da 35 ming, 40 ming dollar atrofiga to'g'ri kelyapti bu narsa. Nima qilmayman, skrit qilmayman, bekitmayman bu narsani. Xudoga shukr, mana Muslim akademiyasida olingan o'ziga bo'lgan ishonch bilan Xudo xolisa u minuslar qoplanadi. Bunga harakat qilyapmiz.
Lekin bundan bir где-то yanvar oylarini inobatga oladigan bo'lsak, o'sha tillani padinasida 2680lar atrofida bo'lgan. Ana o'sha 2680lar atrofida sel pozitsiya ochganmiz. O'sha sel pozitsiyalarni biza bozor obratni qaytaruvchanlik, bozor takrorlanuvchanlik deydi-ku. Bozor takrorlanib baribir obratni urib berish kerak deb turib bozorga san meni aytganimni qilasan degandek qilib zelkalar ochilgan bo'lgan. Afsuski, balansimizni minuslari aytolmaymanki qoplandi. U ham qanaqa qoplandi? Mana yaqinda kechadan oldingi kuni bo'lgan, kechadan oldingi kunimida tillani o'sha 3301, 3304 zonalaridan sel pozitsiyaga ochish bo'yicha o'ziz analiz konkretniy analiz bo'ldi. Bu yerda Muslim akademiyasini ham hissalari juda katta va shu yoqqacha ham o'rgangan ilmlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, tochka pozitsiyada risk bo'ldi, lekin ko'rib turibsizki, o'sha narx o'sha 3301 va 3304 zonalardan qaytib berdi va ertalabga yaqin pozitsiyalar yopilgan. To есть yaqin oradagi katta minus qoplandi. Lekin bu bilan nima demoqchiman? Bu xatolik bilan qoplandi-da. Lekin mana shu yoqqacha men ushab keldim. Kelishganda men ko'rsatganman ham. Mana balansim danli momentda anaqa prasatga bo'lib turibdi. Qanaqa yechim bor? O'shanda ustozimiz Muslim aka aytdilarki, yechim faqatgina yillar davomida, inson opit oshirish davomida bu narsalar bartaraf bo'ladi, lekin bu holatdagi muvozanatda bozorga albatta hech kim garantiya bera olmaydi. Bozorimiz 2 minutdan keyin qanaqa yo'nalishga ketadi hech kim bilmaydi. Ustozimiz to'g'ri yo'lda aytdilar, ilm olish kerak. Ilm olgandan keyin inson o'ziga samoverенность oshadi. Undan keyin o'sha pulni qo'yadigan pulni risk kontrollari o'shalarni inobatga olgan holatda bu holatdan chiqib ketsa bo'ladi deganlari uchun ana o'sha bergan motivatsiyalarini olganimdan keyin men kelib kursga yozilib, как положено men o'qiyman, lekin paka o'sha kursimiz davom etyapti. Men zelkaga kirmayapman. Nimaga kirmayapman? Sababi men o'sha sovug'ini yeganman bu bozordan. Faqatgina menga Muslim akademiyani o'tayotgan taktikalari, qanaqa strategiyalar, qaysi joydan chiqish, qaysi joydan kirishlarni, точный входlarni paka bilmas ekanman. Men o'sha qolgan dalillarni bo'lib turgan minusimni ham ko'zimga ko'rinmagan ochig'i. U pul men uchun yo'q o'sha. Bo'ldi. Ayrim treyderlarga borib ham ayrim treyderlardan maslahat olganman. Ko'pchiligi shu yerda yopib olish kerak, bo'ldi, noldan boshlash kerak deyishgan. Bu ham qisman qanaqadir to'g'ri, chunki psixologik davleniya tam odam asabda bo'ladi, ilm olgani ham miyasiga kirmaydi. Yo'q, mana moment o'tdi, darsimizdan keyin, как положено kurslarimizdan keyin o'tirib, o'sha uverенность bo'lib, o'sha zonadan men kattaroq savdoga kirib, minus qoplab olaman deb harakat qildim va shuni narsaga erishdim. Algo trading sohasida ustoz, birinchi kelgan inson bor-ku, har xil takliflar bo'ladi-da. Takliflar deganda, brokerlar tomonlama, masalan, brokerlar shans yaratib beradi sizga. Algo tradingga bizani shu yerdan qo'ying, bizda mana bunaqa возможностьlar bor, mana bunaqa возможностьlar bor deb aytishadi. Lekin inson o'sha $10,000 pul qo'ydimi, $10,000ga oyiga mayli bilib yurgan odamlarim bor. Biz ham o'zimiz ishlagan paytimizda shunaqa daromadlar bergan haqiqatdan. $10,000ga salkam 30-35% dan ham daromad beradigan robotlar bor. Lekin agar professional urovenda trade qiladigan inson buni eshitsa kuladi. Nimaga kuladi? Chunki 35% bu juda katta prognoz. Birinchi oy berishi mumkin, ikkinchi oy berishi mumkin. Struktura, bozor strukturasi agar samlik tomon ketadigan bo'lsa, o'sha sizga berib qo'ygan $3,500, $4,000 pul bor-ku. Ana o'shani ham kerak bo'lsa orqasidan qak arqonga o'xshaydi bu narsa. Pulni vaqtincha berib turadi, sizni xursand qilib turadi-da. 4-5 oy kelgandan keyin ana yostig'ing tagiga saqlab qo'ygan pulni ham olib chiqqanda dafka qilib qo'shgan, dabafka qilmasang, bozorimiz minusga qarab ketib qoladi. Turib sizni prosta ham vaqtingizni o'g'irlaydi. Ham siz bu narsaga ishongan bo'lasiz. Itogi nima bo'ladi? Yil oxirida sarf hisob qiladigan bo'lsangiz, siz faqatgina minuslar atrofida yurgan bo'lasiz. O'shaning uchun bolalar eshitayotgan o'sha telezritellarga aytadigan bo'lsak, algo trading sohasiga ishonmasdan, tushunmasdan kirishni maslahat bermayman. Men sizga robotni tam 30% beradi deydimi, 5%, 2% beradi deydimi?
Yo'q, ishoninglar, o'sha balansni o'zinglar qilinglar. Ilmga sarflanglar o'sha pulni. Ilm olinglar. Ilmga yetadigani yo'q. Ilm haqiqatdan ilm bor narsa. Ilmni olish kerak. Sizni o'sha pog'onalaringizdan o'tgan professional darajadagi treyderlar bilan suhbat qilib, ular qanaqa joylarda qoqilganligini. Bekorga Muslim akademiyasida ko'pincha risk kontrolli boshqarilaring deb o'tmaydi-da. $1000 balansingizmi ochadigan lotlaringizgacha kerak bo'lsa, oshiraveradigan bo'lsangiz, o'zimizning gruppa kanalimiz bor. Ustozlar yozib tashlaydi. Menga qara, bunaqa lotlar bilan kirish kerak emas. Sani bu kiradigan lotlaring bilan boshqalar ergashib ketib qoladi orqangdan. Psixologiya buziladi. Psixologiya buziladi. Sen o'zing xohlamagan tarzda boshqa psixologiyasini buzib qo'yasan. Deb turib, как положено kontrolda bo'lasiz-da. Balansingga nisbatan ochgan, yo'qotadigan pulingni qo'ygan. Как положено mana Muslim akademiyasida shu o'rganib chiqdik. Mana как положено hozir savdolardamiz. Xudoga shukr, ochayotgan savdolarimiz kunlik. Men 2-3 ta setup qo'yaman hozir, paka boshlanishiga. Lekin kelajakda ham o'sha kattaroq setaplar qilinadigan bo'lsa ham, baribir risk kontrol qilgan holatda kiraman. Inson baribir kunlik o'ziga limit qo'yish kerak. O'sha limitni balansiga nisbatan olib, savdoni yopib chiqib ketish kerak. Shu tarafdoriman. Aytadigan bo'lsak shu, o'sha ilmga sarflanglar, katta urug'ini yaxshi ustoz tanlanglar. Muslim Ali akamni maslahat beraman. Kurslarini, masalan, как положено zo'r maza qilib o'rganasizlar. O'qitishlari zo'r. Men ismim Akrom, Andijondanman. Shu Muslim akademiyasiga shu anchadan beri kuzatib, qiziqib, bir shu ilmini o'rganaman deb kelib, o'qib, o'rganib yuribman. Muslim Ali akademiyasini Instagramda bir 2 yildan beri kuzatib, o'zim bir o'qishni niyat qilib yurganman. Shu paytgacha bo'lgan analizlarini gruppalarda hamma yo'g'ini foydalanib, signal orqali ham foydaga chiqqanman. Shu endi shu strategiyasini o'rganmoqchi bo'lib, o'zim ishlamoqchi bo'lib, shu o'qish niyatida kelib, o'rganib, Allohga shukr, hozir yaxshi. Asosiy muammo menda kirib chiqishda bo'lgan. Tradingni o'zi ancha 2 yildan beri ishlardim. Analizlar bo'lardi, lekin awareness bo'lmardi. Kirib chiqish joyini to'shni aniqlolmardim. Necha qo'rquv bo'ladi baribir, xohlasangiz, xohlamasiz. Shu muammo edi. Hozirgi Fibonacci bilan kirib turib chiqadigan joyimni aniq bilaman. Endi yo'nalishim bor. Kirib chiqish joyim, stopim ham, take profitim ham, hisob-kitob, lotimni, hajmini ham bemalol boshqara olaman endi. Riskni ham kontrol qila olasiz. Riskni kontrol qila olaman. Xo'p. 5 ta dars o'tdi. 5 ta darsdan keyin Muslim Ali akaning bitta gaplari bor. 5 ta darsni bozorga ham ko'rsatib beraman. Qanaqa? Nima deysiz? Tushunarli bo'ldimi? Hammasi tushunarli bo'lmadimi? Tushunarli bo'ldi, zo'r bo'ldi. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, bozorda yo'nalishini bildim. Shu paytgacha ishlaganman, lekin ahamiyat bermagan joylarim juda ko'p bo'lgan ekan. Shu ahamiyat berib e'tibor qaratmagan narsalarim oldim. O'zimga Muslim Ali akademiyasi, chunki boya aytgandek, uni kuzatib anchadan beri ko'p, misol hamma treyderlar ham boshlang'ich ham ko'p signal gruppalarga kiradi, Instagramlarga, internetda ma'lumot olmoqchi bo'ladi. Men ham kerak bo'lsa O'zbekistonda ko'p treyderlar kuzatganman. Ishlashini, signallardan foydalanganman. Shular ichida saralanib borib, oxirida shu Muslim akademiyasi o'zimga ma'qul kelib, shuni tanlagan. Akademiya haqida fikrim zo'r. Foyda zo'r bo'ldi, chunki bitta mentor dars tushirsa, yonida 2-3 ta mentorlar hamisha bor ekan. Biron bir savol tug'ilib qolsa yoki muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilib, shu joyda o'zida so'rab bilib olish mumkin ekan. Shu tomoni yoqdi. Bitta mentorga qarab o'tirmaymiz ekan. Atrofda yurishadi tekshirib, o'rganib, kamchiligimiz. Eng katta selef endi ko'p bo'lgan, eng katta 55 ming bo'lgan. 55 ming. Eng katta selef. Strategiyani o'rganib, bir haftani ichida shu 1618 analiz bo'yicha shuni o'zida ishlab turib, tepasiga nisbatan 160% bo'ldi bir haftada. Balans ko'tarish shunaqa. Riskka asoslanib to'g'ri. Risk bilan minus taraflari endi kamchilik ko'radim. Chunki men o'zim qiziqqan narsamni o'rganmoqchi bo'lganim uchun ahamiyat bermadim. Shu misol tushunmasam so'rab qayta o'zimga kerakli. Ya'ni 24 ga yetdi, xohlasangiz kechki paytda yozsangiz ham Telegram orqali javob beriladi, to'g'rimi? Mana minusim bilmadim endi.
bilmadim, может bordir, может yo'qdir, lekin shaxsan o'zim uchun bilmadim minus. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasur aka. Yaxshimisiz? Mani otim Ismoil. O'zim Toshkent viloyatidanman, Yangiyo'ldan. Bu Muslim Ali akademiyasini 6 oydan beri kuzataman. Chunki juda ko'p odam kurslar faqat kursga ishlagani uchun borib anaqa qilgani uchun rezultatlar bo'lmaganligi uchun Muslim Ali akademiyasini ancha kuzatdim. 6 oylar kuzatdim. Nima gapiradi? Rezultat gapiradi bu yerda. Rezultatlar haqiqatdan bomba. Real gap, откровенный. Keyin keldim va kelgandan keyin o'zinglar bilan qayta suhbatlashdim. Shu bilan keyin yana awareness oshib turib, shu bilan akademiyani boshladik. Strategiyalar, bilimlar cho'tki, gap bo'lishi mumkin emas. Bozor qo'pol qilib aytganda sizlarniki. Sizlarniki, shtobi qatdan kirib, qatdan chiqib ketishni bilganinglar uchun ham u hammasini sizlar nazorat etadiganlarga odam xursand bo'ladi. Xudo xolasa sizlarni yo'linglarni bersin, shu sizlarni anaqa biliminglar ketidan xudo xolasa daromadga chiqib, qatorga qo'shilib, xudo xolasa rejalar bo'yicha hayotni olib borish. Xo'p, bu yerda muammo shunaqadaki, barcha kuzatib turgan treyderlar ham bilsa kerak, minusni ushlab tura oladi-da, plyusga chiqqanda ushlab tura olmaydi. Bu psixologiya bilan bog'liq narsa. Shu psixologiyani ham to'g'rilashda juda zo'r yordam beryapsizlar, rahmat. Mana shu сделкani ochdimi, соотношенияsi bo'yicha bozor ko'tara oladigan narxda kirib va shu aytgan zonagacha ushlab tura olish. Aniq boradi, strategiya bo'yicha bozorga aniq kirilgan bo'lsa, ishlab beradi 100%. Bozorda mana shu analiz noto'g'ri qilinganligi uchun ham shu odam shu holatgacha yetib kelgan. Hozir shu xatolar ustida ishlanib, xudo xolasa yaxshi ketyapti. Shu paytgacha menda normalniy yo'qotish bo'lgan. Bitta slif o'zi 6,5 ga teng bo'lsa, unaqa slifdan 5-6 ta bo'lib ketgan. Muammoga yechim topdim. Qanaqa muammo bo'ladi? Ba'zi treyderlar biladi. O'zi uchun strategiya tuzib olish kerak bo'ldi. O'sha strategiyani tuzib oldim. Allohga shukr. Shu strategiya bo'yicha ishlanadi va sabr bilan kutiladi. Bozor siz aytgandek yurib bermaydi, qachonki siz bozorni to'g'ri analiz qilmaganingiz uchun. Agarda siz to'g'ri analiz qilsangiz, Muslim Ali akademiyasi o'rgatgandek ishlasangiz, hech qachon zararda chiqmaysiz. Bu zararda chiqish holati, agar siz fundamental analizni vaqtini bilmay kirib qo'ysangiz, o'sha vaqtda ishlamay qolishi mumkin. Atay qolgan holatida bozorni to'g'ri analiz qilsangiz, trendga qarshi degan narsalar bo'yicha ishlab qo'ymasangiz, ishlaydi. U konkret ishlaydi. Bu yerda aldash real emas. Kelib, o'qib, ko'rib, aniq qilish mumkin. Shu yerda praktika bo'lib, hammasini real bilsa bo'ladi. Unaqa oldi qochdi gaplar emas. Bu yerda agarda bozorni noto'g'ri analiz qilgan odam albatta minusdan hech qachon boshi chiqmas ekan. Shunga. To'g'ri analiz qilsa, albatta ishlaydi. Psixologiya katta rol o'ynaydigan narsa, odam minusda yurgan odam o'sha hozirgi kunda plyusga chiqsa, yoporish holatlarini to'xtatish kerak. Kerak bo'lsa agar qo'rqsa, bezupitga qo'ysin. Lekin yoporish kerak emas ekan. Ya'ni aniq chiqish zonaga bormaguncha yopmaslik kerak. Chiqish zonasiga bormaguncha yopish kerak emas ekan. Borar ekan, keyin borganda afsus qilar ekansiz. Ushlab tursam bo'lar ekan. Yo'q, chidash kerak ekan, albatta borar ekan. Xo'p, ya'ni darslarni o'tish tematikasi qanaqa? Soddami, qiyinmi, osonmi? Yo'q, oson. Ustozlar shunaqa miyangizga quyib qo'yadi, sodda jaydar tilda quyib qo'yadi. Bu narsani tushunmagan joyingizga yana so'rarsiz, bajonidil hammasini tushuntirib berishadi. Agarda misol uchun gruppada nechta soni o'quvchi o'qisa, agarda birortasi tushunmasa, yangi dars o'tilmaydi vallahi. Albatta bitta o'quvchini ham bu yerda qadri juda yuqori baholanadi. Agarda shu yaxshi anaqa qilsangiz, o'zlashtira olsangiz, keyingi darsga hamma birgalikda o'tiladi. Agar siz tushunmasangiz, yangi darsni orzu ham qilmasa bo'ladi qolganlar. Kerak bo'lsa, qolganlar hamkorlikda sizga tushuntirib berib bo'lsa ham, keyingi darsga o'tib olish kerak bo'ladi. Boshqacha yo'l yo'q bu yerda. Tushunish kerak, keyin strategiya o'tiladi. Live trade bo'lib yotibdi, u live trade xursand bo'lasiz o'zingiz rezultatlaringizni ko'rib. Ishlayapti strategiya. Shu ishlayotganingizdan ham xursand bo'lasiz. Nima kerak? Ozgina sabr kerak. Misol uchun kichkina depozit bilan borku, bolalar shoshmanglar, lekin avval o'rganinglar, ko'p praktika qilinglar, xudo xolasa rezultatlarga chiqasizlar. Ustozlarning yo'lini bersin hammanglarga.
Xudo xohlasa. O'zi mana shu aytdim avvalambor gapi boshida 6 oydan kuzataman deb. Praktikasi borligi uchun ham odam kelgan bu yerga. Boshqa kurslardan farqi boshqa kurslar dars o'tadi. Uyga vazifa beradi. Uyga vazifani qilasizmi yo'qmi qo'pol aytganda foydasi yo'q, qiziqmaydi. Bu yerda tekshiriladi. Juda katta uyga vazifa beriladi. Har biri tekshiriladi. O'sha strategiyangizni siz tushunganingizni, to'laqonli qabul qilganingizni mentorlar o'zlari uchun ijobiy deb bilsa, keyingi bosqichga o'tasiz. Bo'lmasam qayta повтор qilaverasiz. Praktikasi bor va shuning uchun odam yuribdi. Praktika bilan odam o'sadi. Agar bilim ustiga bilim qo'shib ketsa, u praktika bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Yo'q, men minus taraflarni shu paytgacha ham ko'rmadim. Bundan keyin ham ko'rmasam kerak minus taraflarini. Chunki 20/7 bu katta rezultat, bu 20/7 sizlar bilan aloqada, xoh telefonda, xoh kelib tushunmagan joylar bo'yicha o'rgatib berishadi. Tushuntirib berishadi, qanaqa joyda tushunmagan joylar bo'yicha. U bo'yicha e'tirozlar vobshe bo'lishi mumkin emas. 5 ta dars o'tildi, mana shu 5 ta darsdan keyingi etap bozorni sizlar ko'rgandek ko'rish boshladi odam. Grafikda analiz qilib ko'rish boshladi, chunki oldinlari bunaqa bo'lmasdi-da. O'zingiz bilgan strategiyangiz bo'yicha ishlaysiz, lekin u albatta katta bir oqimni korreksiyasi yoki anaqasiga tushib qolishdan minusga ko'p tushilardi. Hozir unaqa korreksiyasiga yoki katta ketayotgan up trend, down trendlarni anaqasiga tushib qolishmasdi. Oqim bilan baravar, bozor bilan harakatlanishni o'rganyapmiz. Bozorga qarshi kirib qolish kerak emas. O'sha bo'yicha o'rganyapmiz. Keyin shu 5 ta darsdan keyin nima bo'ldi? Mana rezultatlar yana ham oshib bordi. Oshyapti yana. Chunki anaqalar yo'q bu yerda. O'ziga samo awareness oshib boryapti. Oldinlari Muslim akademiyasi kelishdan oldin izdelkani ochasizda, siz tomonga ozgina 1 punkt, 2 punkt yurib turib 10 punkt pastga tushsa ham qo'lingiz yopishga bormaydi. Biladi treyderlar. Lekin ushab turaveradi. Aslida bozorga qarshi kirib qo'ygan bo'lsa ham, to silik bo'lguncha ushab turaveradi. Bu yomon psixologiyada. Shu narsalarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha akademiya o'rgatadi. Stop loss, take profitlar aniq bor. Stopni ursa va bu stoplaringiz nima uchun urganligini analiz qilib borasiz. Keyin qaytib stop lossingizga tegmayotgan ham tegmasligini ko'rib xursand bo'lib ketasiz. Chunki bozor bilan yurayotganingiz, harakatlanayotganingizni bilasiz. Ma'qul, juda zo'r, xudo xolasa. Niyatlar katta, xolasa, inshaalloh. Rahmat katta. Salomat bo'ling aka. Men Abdujalilov Boboraym, Surxondaryo viloyatidan kelganman. Sumana akademiyasi haqida samarqandlik bir tanishimiz bor edi. O'sha kishidan eshitdim. Ochiq u bola beginnerda boshqa joyda o'qiganligi sababli undan maslahat so'rab chiqqandim. Siz bir joyda o'qibsiz, shu o'qigan joyingizni maslahat berasizmi deganimda, yo'q, uni maslahat bermayman. Dars o'tiladi, lekin qoniqmadim. Shuning uchun u aytdiki, bir tanishi, xorazmlik tanishi sizlar Muslim akademiyasi o'qib kelib, rezultatga birdan chiqqanligini eshitib, birdan uni tavsiya qildi, keyin muslimanlik, ya'ni akademiyasini kuzatib boshladim. Asosiy rezultatda minusda bo'lganligimiz sababli, ya'ni 1 yildan beri minusda bo'lganmiz. Umumiy yo'qotilgan summa unday ko'p bo'lmagan, shu 500-600 atrofida. Chunki masalan 100 dollar tashladimmi, 001 dan eng kichik risk bilan savdo qilardim. Plyuslarim bo'lardi, shuning evaziga birdan minusga kirib ketmaganman. Asosiy muammo endi stabil dohodga chiqmasligimiz bo'lgan. Albatta kelganimizda ustozlar aytishdi, 2 ta darsdan keyin bozorga butkul boshqacha nazar bilan qaraydigan bo'lasizlar deyishdi. Men ochiq ishonmagandim, chunki 1 yildan beri savdo qilaveraman. Lekin haqiqatan ham 2 ta strategiya bo'ldi 4 kun ichida. Men o'sha balansim plyusga chiqdi-da. Real bozorda ishlayapti. Masalan, 10 ta ochsam zelka, bittasi qandaydir sabab bilan minus bo'lmasa, o'sha hammasi take profit olyapti. Keyin bitta stop olganimizda ham kelib mentorlardan so'raganimizda, ana shu sabablarni aytib bergan. Ana shu xatolarimizni. Albatta meni Muslim akademiyasiga boshlab kelgandan narsa shu narsa. Shu men aytgan samarqandlik tanishim aytdiki, u yoqda qonunlari jo'ski. Что masalan zadacha berildimi, qilishingiz kerak. Masalan, vazifa berildimi, o'shani qilib kelmasangiz, u keyingi dars o'tilmaydi. Yo tushunmagan joyingga o'tirib muhokama qilinadi. Aytdim, toshni dedi, menga shu kerak dedim.
Chunki u aytgan borgan joydagi kursda masalan zadachi berilgan, tekshirilmagan masalan tushunmagan joylari ko'rib chiqilmaganligi sababli buni Muslima akademiyasidan maslahat bergan mana shu. Haqiqatdan ham mana shunday qoidalar жесткий mana shu to'bi yetkazib yuborish uchun. Haqiqatdan ham masalan zadachi berildimi, masalan strategiyani o'tildimi, mana shu strategiyadan bozordan real ishlab bergan. Nimaga ishlagan, nima ishlamagan. Ana shunda masalan 300 ta yo 400 ta kun uzoq o'tirib shug'ullanganmizda o'sha bozorni biz boshqacha nazar bilan ko'rishni boshlaganmiz. Albatta unda foydasi gap. Chunki masalan doskada ustozlar tushuntirgan bilan keyin masalan real bozorga kelgandan keyin ba'zi bir chizganda yurmaydi. Masalan lojniy vaziyatlar bo'ladi. Masalan trend liniya kelib qaytib ketdi yoki buzib ketdi, nimaga buzdi? Buzgandan keyin boya ketadimi yoki selga oqadimi? Masalan tushunmagan joylarimizni masalan gruppada aytilgan yoki kelganimizda so'ralganda o'zlari javob berilgan. Eng asosiysi masalan darsdan keyin dars tugadi, ustoz aytadi, kim tushungan bo'lsa javob, tushunmaganlar o'tirib qolib mentorlar bilan ishlanadi. Kim savollar bo'lsa, ana shu joyi ham zo'r. Masalan tushunmaganlar qolib bemalol shu qiziqtirgan savollarini, tushunmagan joyini so'rab olishadi. Ikkita darsdan keyin ko'ra boshladim. Plyusga chiqib, bozorga boshqacha nazar bilan haqiqatdan ham qaradik. Minus tarafi nima bo'lishi yo'q, minus tarafini ko'rmadim to'g'risi. Minus tarafini ko'rmadingiz. Vaqtlar hammasi o'z joyida. Dars mobaynida ham ikkita uchta, kamida ikkita uchta masalan bo'sh mentorlar kelib, kim bo'sh bo'lsa kelib yonimizda turadi masalan. Kimda qiziqtirgan savoli, tushunmagan joyini bemalol so'rasa, javob bor. Samarqanddanman. Sherzod ismim, familiyam Abruyev. Muslima akademiyasida pro kursida o'qiyman. Muslima akademiyani 2 yildan beri Instagramda kuzatib yurardim. Instagramda, Telegramda kuzatib yurardim. O'zi bu trading sohasiga kirib kelganimga 2,5 yil bo'lgan. Kirib kelganimdan beri shu Muslima akademiyani kuzatib yurardim. Hamma akademiya bilan solishtirib, birinchi hali akademiya Muslima akademiyasi. Hamma akademiya bilan solishtirib, keyin o'sha rezultatlarni ko'rib boraman, hamma narsasini ko'rib boraman. Rezultatlari yoqqani uchun Muslima akademiyani tanlab keldim. Muammo nima desam, azartga berilib ketardim. Kirish chiqish nuqtalari bilmasdim. Shu foydaga chiqsa, shu qizildan ko'kka o'tsa bo'ldi, yopardim-da stelkalarni. O'sha muammolarni, ya'ni aniq kirish va chiqish nuqta bo'lmagan. Shunday, shu minusdan prosatkadan plyusga o'tsa bo'ldi, yopilardi stelkalar. O'shalarni tushunib hammasini yaxshi kirish chiqish nuqtalarini bildim endi. Yo'qotilgan summa qancha? 2200. 2200. Darslarda o'tilishi sodda. Unda tushuntirib berish, bozorga qarash juda ham oson bo'ldi. Bozorni ko'rib bilish yaxshi bo'ldi-da. Qayerda kirish, qayerda chiqish, hammasi foydasi zo'r bo'ladi. O'sha praktikani foydasi zo'r. Uyga vazifani masalan 400 ta, 500 ta beradi. O'shani qilib kelamiz. Bozorda o'zimiz ko'rib bilamiz-da. O'sha narsani bozorda live trade'da ham ko'rib bilayotgan bo'ldik-da. U plyus minus tomonini ko'rmadim, plyus tomonlari ko'p. Masalan, kelganimiz shu mentorlar bilan birga live trade'lar bo'ldi. Ustozni o'zi bilan ham live trade bo'ldi. O'sha tomonlari zo'r. Bozorda ko'rib bilishimiz ancha oshdi-da. Bitta mavzu o'tiladi, ikkinchi kun praktika bo'ladi. Praktikada live trade bo'ladi. Hammasi real bozorda ko'rib borildi. 2 yildan beri kuzatib borib, hamma akademiya, juda ko'p akademiyani kuzatib borganman, Instagramda kuzatib borib, qiziqib, oxiri shu Muslima akademiyasiga to'xtaganman. O'zi sizlar Qashqadaryoda vaqti bormoqchi bo'lganman. Ozroq muammolar bo'lib bora olmay qolganman, to'g'risi. Keyin yana kuzatib yurib 2 yilda bu yoqqa keldim-da, Toshkentga. Boshqa akademiyalardan farqi, boshqa akademiyada o'qib ko'rmaganman, lekin eshitishim bo'yicha boshqa akademiyada o'qigan tanishlarim bor, tavsiya qiladi. Boshqa akademiyalarda masalan Muslima akademiyasida Doston akani ustozi o'zi o'tib beradi darslarni. O'zi bolalar bilan birga trade qilib, o'sha tomonlari yoqdi. Masalan, boshqa akademiyalarda eshitganman, katta ustozlarni o'zi kirmaydi, ko'rmagan ham. Bizlarda unaqa holat yo'q. Muslima akademiyasida hammani o'zi nazorat qilib boradi Doston akani. O'sha taraflari yoqdi. Hamma bilan bir xil gaplashib, nimasi yaxshi. Ismim Sadulla, Xorazmdanman, Urganch shahridan.
Shu Muslim Ali akademiyasiga o'qishga kelganman. Qaysi kursda o'qiysiz? Pro kursda Pro kursda o'qiysiz. Uzr. Muammoyim shu, zilkaga kiraman, psixologiya chatoqda, prozatkada ushlab turaman, уже plyusga chiqqanda tek profitni yopivoraman. Sal yashil bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Ha. Ko'karganda yopiladi. Ko'karganda yopivoradi. Shunaqa edi. Topildi. 1618 legenda deydi-yu. Ha, zo'r. Ha. 1618 borib beryaptimi? Borib beryapti. O'zi birinchi marta o'sha Ticket Trade'ni podkastida ko'rganman, Doston akani. O'shandan keyin qiziqib va nima Broker Killers kanalida signallarni tashlab turadi, o'shalarni ko'rib, kuzatib, odamlarni shundan qiziqib kelganman. O signal kanal bormi o'zida? Ha, bor. Boshqa kanallar. Boshqa kanallar yo'q. Hammasi. Signal kanallarni hammasini o'qishga kelgan kunim udalit ko'rganman. Hamma signal kanal. Hamma signal kanallari. Zo'r. Hozir o'zingiz signal beryapsiz. Ha, xudo. $2000 yo'qotgan. $2000, to'g'rimi? $2000 yo'qotgan. Qoplandimi? Xudo, qoplanyapti уже. Shu o'qishga kelganimdan уже qoplanishni boshladi. Конечно, foydasi bor. O'zi bozorda men kelganimdan keyin tushundim, strategiyadan tashqari backtest muhim. Shu o'tilgan darsni qayta backtest qilaversangiz, o'shanda уже bozorga qarashingiz o'zgarib, уже bozorni tushunib boshlar ekansiz. Foydasi bo'lyapti, demak. Foydasi bo'lyapti. Kirim zo'r, juda zo'r. Men undan oldin 3-4 ta kursda o'qiganman, to'g'risi. Bu yerga kelishdan oldin shu kurslarda nima desam, unaqa aniqlik yo'q edi. Kirish tochka, strategiyani full holatda hech kim ko'rsatib bermas, to'g'risi. Men ishonmagandim. O'zi o'ylagandim, hamma trader shunaqa, что sirini ochmaydi, tochkani ochmaydi, kiradigan, chiqadigan tochkalarni. Bu yerga kelgandan keyin hammasi yaqqol oldimizda ko'rsatib berilyapti. Zo'r. Ya'ni bozorda sinab ko'rdingizmi live trade'ni? Конечно, har kun sinayapmiz. Minus hozircha men ko'rmadim, to'g'risi. Shu aytilganda mana o'zlarimiz mentorimiz Umid Ali aka zo'r o'tyaptilar, to'g'risi. Men unaqa mentor ko'rmagandim hali. O'zi masalan tushunmagan joyingizni qayta so'rab, tushundingmi deb 2-3 martalab, masalan bitta dars o'tsak, praktika bo'lsa, kerak bo'lsa, keyingi darsni yana praktikadan boshlab, keyin dars o'tyaptilar. Zo'r bo'lyapti. To'g'ris. Minus men to'g'risi ko'rmadim hali. Gap yo'q. Bu to'g'risi men minus ko'rmadim hali. Boshqa kurslarga qaraganda namnoga lучше deb o'ylayman. Ismim Shohruh. Hozirda 27 yoshman. Tradingga shu 3 yildan beri, 4 yildan beri qiziqardim. No, aktiv savdo qilmaganman. Shu Muslim aka bilan tanishib qolganimiz, mana o'zlar bilan tanishib qolganimizdan keyin shu akademiyaga taklif bo'ldi. Bordim va u yerda faoliyat jarayonida shu darslarda qatnashdim, o'rgandim. Endi men ko'plab traderlarni bilaman. Misol uchun ular media sohasida yurganligimiz uchun bizga ko'p insonlar ish tushadi. Endi fakt yo'qda ko'p traderlarda bilasizmi bu sohada. Ya'ni nimaga hech kim mana bu narsa bor narsa yoki bu narsa yo'q deb ayta olmaydi. Copywriting juda ham kuchli. Ya'ni qanaqa, misol uchun oddiy siz ham signal kanalingiz bor, bilamiz, Billionaires Club yoki Broker Killers. Ikkitasi ikkita insonniki bo'lsin deylik. Siz ochiq oshkora berarsiz balki yoki boshqa kanal unaqa bermaydi signal. Oddiy signaldan. Nima bo'ldi? Birinchi kun tradingga qiziqishimda $30 depozit qildim. Hech qanaqa savdo bilimi yo'q, lekin $370 qildimda slip bo'lib ketdi. Keyin demak bu sohadan pul topsa bo'lar ekan degan narsa bo'ldi. Signal kanal qidirishni boshladim birinchi. Keyin Broker Killers chiqdi. Undan keyin men sizlar bilan tanish bo'ldik. Asosiy aytmoqchi bo'lgan narsa shunday iboratki, Muslim akademiyada fakt bor. Bu fakt qanaqa muhim sonlar. Ya'ni o'sha ustoz ko'p ta'kidlaydigan 1618 legenda termini, nimaga endi bu legenda deydigan bo'lsa, ko'plab misol uchun kuzatuvchilar aytadi-da, kommentariylarda o'qib nimaga legenda? Sabab bu raqamni aynan ustoz Muslim Alidan eshitdik biz. Birinchidan. Aynan shu bizda, ya'ni bormasa telefon qilasiz deydi-ku, savdo uverennesi kuchli Muslim akademiyada. Ya'ni o'sha yerga borish nuqtasi bor, aniq. Ko'plab traderlarda kirish va chiqish nuqtasi yo'q. Kirish bordir, to'g'ri. Men bu zonadan kiramiz, chiqish yo'q. Yana 2 punkt yuradim, men 20 pips yuradim, bu save qiling, bo'ldi. Savdodan chiqib ketamiz. Muslim akademiyada dальнейший swing trade'lar ham bo'ladi, boshqa shular haqida bemalol ayta olaman. Deyarli hamma muammoga yechim topildi, lekin insonning psixologiyasi eng avvalosi o'zida bo'lishi kerak ekan. Shu narsani tushunib yetdim. Insonning o'zining psixologiyasi bo'lmaydigan bo'lsa, endi ko'plarda ham bunaqa balans prosatkaga tushgan paytda уже cho'chish bo'ladi-yu insonda. Hozir oqib ketsa-chi pulim degan narsa. Aynan shundan endi bu narsa sekin-sekin to'g'rilanyapti va
kerakli natijani 1618 kutishi mana endi o'rgandim. Ya'ni nima qo'yib qo'yaman, ya'ni tek profitlar, stop-losslar qo'yiladi bo'ldi. Bozorga ham qaramay, yo tek, yo stop-loss. Xudoga shukr, 10 tadan 8 tasi tek bo'ladi. Endi ikkitasi stop-loss, u ham o'zimning xatoyim bor, ya'ni trendga qarshi suzib qo'yaman. O'sha paytlarda. Gap zo'r. Hozirda menimcha plusdasiz уже. Da, o'zi yo'qotgan summam o'sha boshida $30 bo'lgan, undan keyin faqat signal bilan ishlaganman broker Killersda. Zo'r gap yo'q. Keyin asli o'sha daromadim kanallardan bo'lgan. Nu hozir o'zim bilim bo'lsa ham endi qo'shimcha daromad baribir yaxshi-yu. VIP kanaliga ulanganman. Broker Killers VIP kanaliga. Gapirsam bo'ladimi shu haqida ozgina? Xo'p, mayli, gapiring. Qanaqa o'zi VIP kanal foydasi bormi? Yana bitta savol. VIP kanal bilan foydaga chiqsa bo'ladimi, yo'qmi? Endi aka bitta narsani aytaman men sizga. Dangal gapiraverayman. Misol uchun ko'plab traderlar bor, bilimi yetar edi. Misol uchun ana bilimi nima? Ya'ni buy sell ochishni biladi-da. Ular uchun zo'r. Ya'ni bilimi o'qish uchun puli yo'q-da. Men bitta zo'r aytaman. VIP kanaliga ulanib turib, shundan daromad qilsa bo'lsa, misol uchun VIP kanalda kuniga bo'lmadi deganda 3 ta, 5 ta, 6 ta, 7 tagacha signal berilyapti-da. Ana 30 pipsli ana scalping signallar emas-da, har bittasi. O'sha kuni ham signal bo'ldi 190 pipsmi? Bitta signalni o'zi. Endi 001 dan bitta ochganda $19 degani bu. Xuddi Endi $19 so'mga chiqadigan bo'lsa, kamida 250 ming so'm pul kamida. Endi bu ayrim insonlar bir kun o'sha 12 soat davomida mehnat qilayotgan pulda. Nuldagi signal bilan, tayyor signal, ya'ni nima? Signal bilan ishlash men shunaqangi tushunamanki, tayyor ovqatni oldinga olib kelib qo'yadi, xohlasang yeysan, xohlasang yemaysan. U yoqda kuchli analitiklar o'tiradi. Ya'ni o'rgangan bilimini ketkazgan vaqtini o'sha insonlar uchun aniq kirish va chiqish nuqtalari. Endi bir savolim bor-da, endi VIP kanalni tushundim. Unda majburiyat bor, ya'ni unda misol uchun garantiyaviy signallar va maqsadli auditoriya uchun ekan. Nimaga siz misol uchun o'zi Billionaires klubda, mana sizga ham savolim shuki, Billionaires klubda broker Killersda tekinga signal beriladi. Ya'ni aniq kirish va chiqish nuqtalari bilan. Xo'p, signal berilsin, tekinga kirish nuqtasi aytilsin, chiqish nuqtasi emas. Shu odamlarga manfaatli bo'lish uchun. 5 yildirki, shu broker Killers kanalida musulmonlarga tomonidan signal berib kelinadi. Mutlaqo tekinga. Odamlar ko'rib, aniq va kirish va chiqish nuqtani ko'rib, o'shanga ko'p inson qiziqadi. Rahmat. Javobingiz uchun. Men ham shu bozor yoraveryapmiz. Xullas 118 ga boryapti. Bormasa telefon qilyapmiz. Ko'tarib borgingiz beryapti. Ustoz qancha qilib beryapti.